Yoshlar teleradio kanali. Assalomu alaykum. Ayni damda televizor qarshisida bizni kutib, yaxshi niyatni ko'ngliga tugib, nim tabassum ila yaxshi dam mehnatga hamdam deya bugungi shouimizni tomosha qilayotgan qadrli tele tomoshabinlar. Xo'sh, bugun shou qanday o'tar ekan? Ishtirokchilar ahvoli qanday kechar ekan deb hayajonlanib, dasturimiz boshlangandan jonlanib o'tiribsizmi? Juda ham yaxshi. Siz adashmadingiz. Xuddi shunday Yoshlar telekanalida yana imkon shou. Oho, televizor qarshisida bugun juda ko'p yangi muxlislarni ko'ryapman. Ko'z tegmasin, boringizga shukr. Eslatib o'taman, siz Yoshlar telekanalida imkon shou dasturini tomosha qilyapsiz. Bizni Yoshlar radiosida ham tinglashingiz mumkin. Buning uchun har seshanba 22:00 da FM Bridgestone Yoshlar radiosi muruvvatini burab bizni tinglashni unutmasangiz bas. Tayyormisiz? Asabi bo'shlar televizorni o'chirib qo'ysin. Biz shouni boshladik. Marhamat, bugungi ishtirokchilar bilan tanishing. Aktyor va xonanda, qolaversa boshlovchi sifatida ham o'z muxlislariga yaxshi tanish san'atkor Otabek Mutalxo'jayev. Otabek, assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingizdan juda ham xursandmiz. Siz ham xonandasiz, ham aktyorsiz, ham hozir mana o'sha boshlovchilik faoliyatini ham olib boryapsiz. Qaysi biri sizga yaqinroq, qaysi birida o'zingizni erkinroq his qilasiz, baliqdek suzasiz? Endi albatta barchasi san'at ildizi bitta. Endi asosiy kasbimiz baribir xonandalik. Xonandalikda o'sha o'zimga bir aytganingizdek baliqdek suzib yuraman. Bugun boshlovchi emas, ishtirokchi bo'lish qanaqa ekan? O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Albatta hayajon juda ham kuchli. Endi ko'ramiz bugun o'yin qanaqa bo'lar ekan. Bugungi tomoshabinlar ham, muxlislar ham yaxshi qo'llab-quvvatlab turishibdi. Men o'ylashimcha, mana bu qarsaklar sizga. Katta rahmat. Keyingi ishtirokchimiz bilan tanishing. Garchi u xonanda bo'lsa ham, muxlislarning u haqda fikri o'zgacha. Ya'ni ular shunday deyshadi. U qo'shiq aytish shart emas, shunchaki sahnaga chiqib tabassum qilib tursa kifoya, maza qilamiz deyshadi. Kutib oling, Yodgor Mirzajonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yodgor showimizga xush kelibsiz. Rahmat, xush bo'ling. Agar faoliyatingizni kuzatadigan bo'lsak, o'sha dastlabki chiqishlaringizda, o'sha haqiqatan o'sha kliplarda, qo'shiqlarda, sahnalarda tabassum ko'p edi. Oxirgi paytda nimagadir tabassum yo'qolib qolyapti. Bu nima bilan bog'liq? Bu yosh bilan bog'liqmi yoki charchadingizmi? Yo'q, albatta, hozir ham bor tabassum, endi eng kuchli emas. Yaxshi, omad tilayman. Tabassum hech qachon sizni tark etmasin. Siz uni taniysiz, siz uni yaxshi ko'rasiz. Go'zal qaddi qomat, nozik qalb egasi, dizaynerlarning sevimli xonandasi Manzura. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanaqa? Rahmat. Sizni har bitta yaratgan qo'shig'ingiz hit darajasiga chiqadi. Muxlislarni demak ko'nglidan mustahkam joy oladi. O'ylaymanki, bugungi o'yinda ham juda ajoyib ishtirok etasiz. Rahmat. Omad tilayman sizga. Rahmat. Mashhurlar qatoridan joy olishni ko'ngliga tugib, xalqimizning suyukli san'atkori bo'laman deya qutlug' sahnaga qat'iyat bilan qadam qo'ygan yosh aktrisa Bahora Arslonova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Bahora. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r. Katta san'atkorlar orasida qo'rqib kichkinalab ketmayapsizmi yana? Omad tilayman, o'ylaymanki, aksincha bu sizga yordam beradi. Guldiroz qarsaklaringiz Bahora Arslonovaga. Jamoaning nomi nima bo'ldi? Jamoaning nomi? Nihol jamoasiga guldiroz qarsaklaringiz. Marhamat, o'z joylaringizni egallab olishingiz mumkin. Keyingi jamoani kutib olamiz. Sho'x sohibasi, Nihol mukofoti sovrindori Malika Egamberdiyeva.
Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Zo'r. Ovoz qanaqa ovoz? Joyidami? Zo'r, yaxshi. So'rayotganim sababi bor. Bugun albatta muxlislar so'rashadi, jonli ijroda eshitamiz. Omad tilayman sizga. Rahmat. Davom etamiz. Keyingi ishtirokchilarimiz, demak, hozir men ikkita ishtirokchini baravar ushbu shouimizni markaziga taklif qilmoqchiman. Sababini hozir bilib olasiz. Bom doiram ovozida bayram guruhi yigitlari Akmal Mamedov, Doniyor Mamedov, guldiroz qarsaklaringiz, olqishlaringiz. Assalomu alaykum. Bayram guruhi tashrif buyurgan joyda har doim bayram bo'ladi. Bugun qanaqa bo'lar ekan? Savollar dovdiratib qo'ymasmikin? Bu qo'shiq aytish emas, bugun aktyorlik mahoratini maktab paytida eslash kerak bo'ladi. Harakat qilamiz. Hissiyotlar qanaqa hissiyotlar? Bayramonami yoki cho'chish bormi, qo'rquv bormi? Har doimgidek, har doimgidek. Juda ham yaxshi. Bayram, guldiroz qarsaklar. Demak, so'nggi ishtirokchimiz o'z muxlislariga yulduz kabi bo'yningga marjon taqib qo'yaman deb va'da bermagan Marjon guruhining yakkaxon xonandasi Umid Shahobov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umid, studiyamizga xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marjon guruhi hali ham bormi yoki faqat Umid Shahobov o'zi qolganmi hozir? Yo'q, Marjon guruhi bor. Yigitlarimiz o'sha tadbirlarga borsak, to'y hashamlarga borsak, o'sha Marjon gruppamiz bilan birga boramiz, muzikant bolalar bilan. Lekin yakkaxon xonanda men o'zim shu Umid Shahobov orqamda shu Marjon guruhi bilan birga. Juda ham yaxshi. Umid Shahovga guldiroz qarsaklaringiz. Jamoaning nomi nima bo'ldi? Chinor guruhiga guldiroz qarsaklaringiz. Aha! Demak, bugun Nihol va Chinor bellashadi. Marhamat. O'z joylaringizga egallab olishingiz mumkin. Qadrli ishtirokchilar, demak, siz o'rganib qolgan inson bugun afsuski biz bilan birga emas, ya'ni o'yinimizni bosh hakami Anvar Salimov dam olishda bo'lganlar uchun, demak, hakamlik vazifasini ham bugun o'z zimmamga olaman. Bu kimgadir yordam beradi, kimgadir xalaqit beradi. Nima bo'lgan taqdirda ham hammaga omad tilayman. Birinchi shartni boshlaymiz. Birinchi shartimiz tezkor savol-javob. Demak, 1 daqiqa ichida imkon qadar ko'proq savollarga javob berishga harakat qilasiz. Agar savol notanish bo'lsa yoki sizga qiyin tuyulsa, keyingisi deb o'tkazib yuborishingiz mumkin. Demak, odatimizga ko'ra bu shartni Nihol jamoasi birinchi bo'lib boshlab beradi. Manzurani taklif qilamiz guldiroz qarsaklaringiz bilan. Savollar o qadar qiyin emas, sizni qiynash niyatimiz yo'q. Tayyormisiz? Boshladik. Beruniy bobomiz globusni yasagan paytda necha yoshda bo'lgan? 21. Ofarin, barakalla. Hududi jihatdan Men taxminan aytmoqman. Ofarin. Hududi jihatdan O'zbekiston kattami, Belgiya kattami? O'zbekiston. O'zbekiston katta, barakalla. Maydoni jihatdan eng katta viloyat? Navoiy. Ofarin, barakalla, to'g'ri. 1956-yil tashkil etilgan futbol komandasining nomi? Paxtakor. Ofarin. Abdulla Qodiriy metro bekati oldida qaysi bozor joylashgan? Alayski bozor. Oloy bozori, javob to'g'ri. Paxta ko'p suv ichadimi, sholi ko'p suv ichadimi? Sholi. Yo'q, ikkalovi baravar. Sherlock Holmesning do'sti. Dr. Watson. Javob to'g'ri. Birinchi raqamli kimyoviy element? Vodorod. Javob to'g'ri. Vaqt tugadi. Rahmat, Manzura. Yomon emas. Kutilgandan ko'ra a'lo. Davom etamiz. Keyingi ishtirokchimiz Otabek Mutalxo'jayev. Otabek, ko'ramiz. Qo'shiqni qoyillatasiz, muxlislar sizni sevishadi. Otabek Mutalxo'jayevning intellektual bilimi qanaqa ekanligini hozir sinab ko'ramiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. Poyezd kutiladigan joy? Vokzal. Javob to'g'ri, barakalla. Eng katta vaqt o'lchov birligi? Eng katta vaqt o'lchov birligi soat. Xo'p, minut. O'tdik. Asr. Guldiroz qarsaklaringiz. Tib qonunlari asari muallifi? Buyuk bobokalonimiz Ibn Sino. Albatta. Yordam berdi ozgina. Muzning suyuq shakli? Suv. Ofarin, barakalla. Suyunchidagi Shermatni orzusidagi xotinlar qayerlik edi? Yapon xotinlar. Javob to'g'ri. Vaqt tugadi. Otabek Mutalxo'jayevga guldiroz qarsaklaringiz, olqishlaringiz barak. Davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchimiz Yodgor Mirzajonov.
Yodgor, muxlislaringiz boya sizga ta'rif berishdi, qo'shiq aytish shart emas. Shuni kulib tursa bo'ldi, maza qilamiz deyishdi, lekin bu yerda javob berish kerak. Tabassum o'zi yetarli emas. Tayyorsiz-a? Tayyorman. Boshladik. 1 metr necha santimetr? 60. Yo'q, 100 santimetr. U hamma tilda gapiradi. Nima? U hamma tilda gapiradi. Lug'at. Aks sado. Javob noto'g'ri. Mo'r-nahr so'zining ma'nosi nima? Ikki daryo oralig'i. Ofarin, barakalla, to'g'ri. O'quv yili boshlanadigan kun. 1-sentyabr. 2-sentyabr, 1-sentyabr mustaqillik. Faqat yomg'ir bilan sug'oriladigan yerlar Dala. lalmikor yerlar. Tibbiy tez yordam chaqiruv raqami. Nima? Tibbiy tez yordam chaqiruv raqami 03. 103. Nuqtai nazar ko'rsatuvining muallifi va boshlovchisi. Nima? Nuqtai nazar ko'rsatuvining muallifi va boshlovchisi. Yoshlar telekanalida shunaqa ko'rsatuv bor. Nuqtai nazar. Vaqt tugadi, Davom etamiz. Demak, jamoadagi yagona aktrisa Bahora Arslonova. Xo'sh, Bahora, tayyormisiz? To'g'risini ayting, maktabda nechaga o'qigansiz? Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi bo'lgan. To'g'ri baho, ha? Xo'p, yaxshi. Tayyorsiz-a? Boshladik. Har bir kishi uchun bir yilda bir marta nishonlanadigan sana Tug'ilgan kun. Ofarin, barakalla. Farmon bibining o'ng qo'l kelini. Sotdi. To'g'ri. Bahrom va Dilorom Alisher Navoiyning qaysi asari qahramonlari? Sadri Iskandariy. Sabbay sayyor. Sayyor. O'tgan kunlar filmidagi Kumushning kundoshi? Zaynab. To'g'ri. Birinchi o'qituvchingiz? Baxtiyor aka. Dunyoni qog'ozdagi surati? Globus. Xarita. Nimani yarim diydor deyshadi? Yarim diydor? Nimani yarim diydor deyshadi? Maktubni 4 harfdan iborat hafta kunini ayting. 4 ta harfdan iborat. Ofarin, barakalla. Ona so'zi ingliz tilida qanday bo'ladi? Mother. Javob to'g'ri, barakalla. Yoshlar so'zi necha bo'g'indan iborat? Yoshlar 6. Yo'q, 2 ta bo'g'indan iborat. Yer yuzidagi materiklarning soni? Vaqt tugadi, afsus, vaqt tugadi. Gulduros qasanlaringiz Bahora Arslanovaga. Barakalla, rahmat. Davom etamiz. Demak, birinchi shartni bajarish Chinor guruhiga yetib keldi. Malika Egamberdiyevani taklif qilaman birinchi bo'lib. Malika, marhamat. Kayfiyatlar yaxshimi? Notalar yodingizda, klassik qo'shiqlarimizni juda ham qiyin, murakkab jumlalari yodingizda. Ko'ramiz, maktabda qanaqa o'qigan ekansiz. Tayyorsiz-a? Boshladik. 9 sonini 360 gradusga bursak necha hosil bo'ladi? 3 bo'ladi. 9 bo'ladi, yana qaytib keladi-yu joyiga. Uzaygan sari qisqarib boradigan narsa nima? Uzaygani sari qisqarib boradigan narsa nima? Umr. To'g'ri javob, to'g'ri, barakalla. Qadim Sharqda pul almashtirib berish bilan shug'ullanadiganlar nima deb atalgan? Dallol. Yo'q, sarroflar. Gulduros qasanlaringiz. Dallolchi. Televizorni masofadan boshqaruvchi moslama. Javob to'g'ri. 31-dekabr soat 24:00 dan keyin nima bo'ladi? Yangi kun bo'ladi. Yangi yil bo'ladi. Yangi yil kirib keladi. Javob to'g'ri. O'zbek taomlarining shohi Osh. Albatta. Bu yilgi Asrlar sadosi festivali qaysi viloyatda bo'ldi? Navoiy. Javob to'g'ri, barakalla. Ilk harfni tanitadigan kitob? Alifbo. Javob to'g'ri. Suyuqlik o'lchov birligi? Litr. Javob to'g'ri. Nima sababdan tog' daryolari muzlamaydi? Vaqt tugadi, afsus. Vaqt tugadi. Malika xonga biroz qasanlaringiz. Yomon emas. Bayram guruhiga navbat keldi. Akmal Mamedovga gulduros qarsaklaringiz. Ko'ramiz. Bu savollardan keyin bayram bo'larmi-ki? Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. 1 dan 100 gacha sonlar orasida nechta 9 qatnashgan? 20. Ofarin, barakalla, javob to'g'ri. O'tgan kunlar filmining rejissyori kim? Hamchi Yo'ldosh. Yo'ldosh A'zamov. Yo'ldosh A'zamov. Keyingi savolga o'taman. Abu Ali ibn Sinoning asl ismi qanday bo'lgan? Keyingisi. Husayn. O'zbekistondagi eng baland cho'qqining nomi? Chimyon.
Hazrat Sulton, O'zbekistonda nechta shahar bor? 100 tadan ko'proq, hozir yana ko'payyapti shaharlarimiz. Bugungi kunga Javob 140 ta. 120 ta. Yo'q. 120. Buyuk Ipak yo'lining uzunligi qancha? 200 kilometrmi? Yo'q, 12 ming kilometr. Birinchi Toshkent teleminorasining balandligi necha metr bo'lgan? Birinchi Toshkent teleminorasi. Birinchi uni bilan 180 metr. Aferin, barakalloh. Vaqt keldi. Rahmat. Rahmat Akmal Mamedovga. Demak, Doniyor Mamedov navbatdagi ishtirokchimiz. Guldiroz qarsaklaringiz, olqishlaringiz. Doniyor aka kayfiyatlar qanaqa? Zo'r. Oldingi ishtirokchilarni ko'rib cho'chib ketmadingizmi? Yo'q. Maktab bitirganingizga qancha bo'ldi? Ko'p bo'ldimi? Ko'p bo'ldi. Ko'p bo'ldi. 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Yaxshi. Demak, hazır qilyaptilarmi? Kayfiyatlari joyida. Savollar biroz qiyinroq, o'shaning uchun so'radim. Tayyorsiz-a? Tayyorman. Tomarisning o'g'lining ismi? Sparangiz. Aferin, javob to'g'ri. Xo'roz bir oyoqda 2 kilogramm chiqsa, 2 oyoqda necha kilogramm chiqadi? Tak, tabaka. 2 kilo. Aferin, javob to'g'ri. Tojmahal qaysi shaharda joylashgan? Agra. Javob to'g'ri, barakalla. Qadim Sharqda qaysi mashhur shoirning taxallusi atir sotuvchi degan ma'noni anglatgan? Tak, atir sotuvchi teskarmachasiga attor bo'ladi. Fariddin Attor, javob to'g'ri. Qadimgi o'lchov birligi bo'lgan botmon hozirgi o'lchov bo'yicha necha kilogramm bo'ladi? Botmon 126mi, 126 masa? 128. 128 javob to'g'ri. Adabiyotda kulminatsiya degan istiloh bor. Aytingchi, bu so'z nimani anglatadi? Kulminatsiya lotinchada. Cho'qqi. Aferin, barakalla. Bunday kishilarni o'zbeklarda baxshi deyishadi. Qoraqalpoqlarmichi? Vaqt tugadi. Doniyor Mamedovga guldiroz qarsaklaringiz. Yomonmas. Doniyor Mamedov haqiqatan ham bayram bo'ldi siz chiqishingiz, hattoki boshlovchini ham ozgina shoshirib qo'ydingiz. Qoyil qolish kerak. Umid Shahobov, Marjon guruhi. Farishtam yo'q deganda javobim yo'q deb yormaydi. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Yurtimizda ustoz va murabbiylar kuni qaysi sanada nishonlanadi? 1-oktyabr. Aferin, barakalla, javob to'g'ri. Damas so'zini teskarisini ayting. Samad. Javob to'g'ri. 2008-yil qanday nomlangan edi? 2008-yil Xotin qizlar yili emasmi? Yoshlar yili. Yoshlar yili. 3 ta to'q qiz, 2 ta och qiz. Jami nechta qiz? 2 qiz, 2 ta och qiz. Tushunmadim. 5 ta qiz. O'tamiz. 4-sinfda necha yoshda bo'lgansiz? 4-sinfda 10 yoshda. Javob to'g'ri. Bir juft oyog'ingiz va bitta qo'lingizda nechta barmoq bor? 20 ta. 15 ta. Bir juft oyog'ingiz barmoq. Mendeleyev elementi davriy jadvalni kim yaratgan? Mendeleyev. Mendeleyev. Barakalla. Yomon o'tmadik. Umuman aytganda, nima deydi, ozgina qizishib oldik, ozgina o'yinga kirishib oldik. Keyingi, demak, bosqichimiz bundan ham qizarroq bo'ladi. Xo'sh, demak, birinchi shart bo'yicha ballarni e'lon qilaman. Bilasizmi, o'yinimizda qat'iy qoidalar bor. Ya'ni ishtirokchilarga yordam berish mumkin emas. Bugun ikki jamoa ham afsuski mana shu shartni buzishdi va ular jazolanishdi. Demak, Nihol jamoasi 18 ball olgan edi. Biz ularni, demak, yordam berganlar uchun 10 ballarni olib tashladik. Ular 8 ballga ega bo'lishdi. Guldiroz qarsaklaringiz. Chinor guruhi umumiy to'plagan ballar 19 ball edi. Biz ulardan 10 ballni olib tashladik. Ularda 9 ball bo'ldi. Shuning uchun qoidani buzmaslikka harakat qiling. Demak, ikkinchi shartimiz ayniqsa bu juda ham muhim. Ikkinchi shartimiz, demak, ko'rsatilgan so'zni, biron bir buyumni so'z ishlatmasdan, ovoz chiqarmasdan, faqat xatti-harakatlar bilan tushuntirib berish. Agar ana shu joyda ham agar siz artikulatsiyani ishlatadigan bo'lsangiz, tovush chiqaradigan bo'lsangiz, xuddi shunday jazolanasiz. Shunday ekan, qoidaga qat'iy amal qiling. Tayyormisiz? Shart tushunarlimi? Juda ham yaxshi. Demak, bu shartni Chinor guruhi birinchi bo'lib boshlab beradi. Guldiroz qarsaklaringiz. Men Umid Shahobovni taklif qilmoqchiman. Eng yaqin o'tirganlar uchun menga o'ylaymanki, aktyorlik mahoratlari ham joyida. Tayyorsiz-a?
Demak, sizda 4 ta mavzu bor, 4 tasidan bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Qurilish, tarix, kasblar, sport. Qaysi birini tanlaymiz? Qurilish, tarix, Kasblar, sport. sport. Sportni tanlaymiz. Juda ham yaxshi. Demak, sport. Tushundingizmi nimaligini? Vaqt ketdi, boshladik. Voleybol. Basketbol. Voleybol. Javob to'g'ri. Voleybol. Marhamat. Hali ko'p. Ko'p faqat. Tushundingizmi nimaligini? Marhamat. Baseball. Baseball. Amerikanskiy futbol. Golf. Javob to'g'ri. Boks. Javob to'g'ri. Og'ir atletika, shtanga. Bodybuilding. Body. Ana boyagidan bo'ldi. Gimnastika. Yengil atletikami? Vaqt tugadi. Bu turlikda tortilish edi. Umid Shahovga guldiroz. Qarsaklaringiz, olqishlaringiz. Birinchi bo'lish har doim qiyin bo'lgan, barakallah. Doniyor Mamedov olqishlaringiz. Sizda 3 ta mavzu qoldi. Qurilish, tarix, kasblar. Qurilish. Qurilish. Juda ham yaxshi. Boshladik. Javob to'g'ri. Loy. Shkaturka. Rom. Rom, Oynat. Servan. Shkaf. Shkatulka. Nerede? Deval. Deval terish, nish terish. Deval. Devor shuvash. Neydi? Xona. Beton. Pol. Vaqt tugadi, afsus. Bu poydevor edi, poydevor. Rahmat, Davra. Doniyor Mamedovga guldiroz qarsaklaringiz, olqishlaringiz. Rahmat, vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Davom etamiz. Chinor guruhi navbatdagi ishtirokchimiz Malika Egamberdiyeva. Malika. Kayfiyatlari yaxshimi? O'zingizdan oldingi ishtirokchilarni qanaqa qabul qildingiz? Qiyin emas ekanmi? Qiyin. Qiyin. Yaxshi. Demak, sizga ikkitasi qoldi. Ya'ni tarix va kasblar. Qaysi birini tanlaysiz? Tarix. Tarix. Juda ham yaxshi. Guldiroz qarsaklaringiz Malika Egamberdiyevaga. Besh yarim. Ot choptirish. Ot chopar. Nima deydi? Askar. Ular bilan ishlash mumkin emasmi? Ot askari nima deydi? Chavandoz. Chavandoz. Qilichboz. Aytinglar variant bering. Chavandoz. Ya'ni ot ism. Jangchi. Javob to'g'ri. Keling. Podshoh. Shoh. Javob to'g'ri, barakallah. Malika Egamberdiyevaga guldiroz qarsaklaringiz, olqishlaringiz. Yomon emas. Chinor guruhining so'nggi ishtirokchisi Akmal Mamedov. Tayyorsiz, demak, sizda afsuski variantlar yo'q. Demak, sizda faqat kasblar bor. Tayyorsiz-a? Boshladik. Dehqon. Suvsoz. Suv qo'yadigan. Mirob. Murod. Marhamat. Tushunarli? Marhamat. Suvsoz. Bulchi. Javob to'g'ri, barakallah.
Shaxmat. Shashka. Yo'q, nima deyiladi shaxmat? Shashka narda. Yo'q, shaxmatchi Ruslan. Shaxmatchi. Yo'q, to'g'ri. Marhamat, davom etamiz. Futbolchi. Yo'q. Sudya. Referi. Hakam. Hakam. Sirtda. Jonglyor. Jonglyor, javob to'g'ri. Vaqt tugadi. Akmal Mamedov Gulduros qarshilaringiz barakalla. Juda ham chiroyli ishtirok etdilar. Qoyil. Barakalla. Navbat niholchilarga. Demak, yagona aktrisa jamoadagi Bahora Arslonovani taklif qilaman. Gulduros qarshilaringiz. Demak, 4 ta mavzu bor: illatlar, cholg'u asboblari, vaziyatlar, jonivorlar olami. Qaysi birini tanlaysiz? Jonivorlar. Jonivorlar olamini tanlaymiz. Juda ham yaxshi. Marhamat. Javob to'g'ri. Mushuk. Javob to'g'ri. Sher. Javob to'g'ri. Qarg'a. Anaqa. Sapla. Yo'q, ana Qizilishton. Ofarin. Tuyami? Anaqa tuya qushmi? Tovus. Kenguru. Slon. Boshqacharoq ko'rsining, boshqacharoq. Otmi? Kenguru? Vaqt tugadi. Bu jirafa edi, jirafa. Barakalla, Bahora Arslonovaga Gulduros qarshilaringiz. Yomon emas. Xo'p, davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchimiz Yodgor Mirzajonov. Juda ko'p javoblarni topdilar. Hozir o'zlarini ko'ramiz. Qani qanchalik o'xshatib beradilar. Demak, sizga 3 ta mavzu qoldi: vaziyatlar, cholg'u asboblari, illatlar. Cholg'u asboblari aniqlar. Aha, juda ham yaxshi. Demak, o'zlariga yaqin mavzuni tanladilar. Yaxshi. Boshladik. Javob to'g'ri, barakalla. Dutor. Soz. Javob to'g'ri. Klarin. Saksofon. Javob to'g'ri, barakalla. Pianino. Yo'q. Klavish. Yo'q. Sintezator. To'plisi bor. Gapirish mumkin emas. 5 ball tashashga majburman. Jarima. Yo'q. So'zlash mumkin emas. Davom eting. Pianist, organ. Hozir. Pianist. Pianinochi. Royal. Qizlar, yara. Vaqt tugadi. Fortepiano edi, fortepiano. Otabek Mutaxo'jayevga olqishlaringiz. Sizda 2 ta variant qoldi, u ham bo'lsa vaziyatlar va illatlar. Keling endi. Qiyinlari qopti, vaziyatlarda endi. Vaziyatlar juda ham yaxshi. Boshladik. Cho'milish. Suzish. Cho'kish. Javob to'g'ri. Barakalla. Jahlda yurish. Ofarin, barakalla. Yo'q, oxirgi yetkazish kerak. Ana suzayotganlarni qutqaradigan. Burası tomosha qilyapti. Voy. Dengiz. 5 ball. Yo'q, vaqt tugadi. Otabek Mutaxo'jayevga Gulduros qarsaklaringiz, olqishlaringiz barakalla. Rahmat Otabek, rahmat. Juda ham qiyin bo'ldi, tushunaman, lekin shart shunaqa. So'nggi ishtirokchimiz Manzura Yo'ldoshevaga Gulduros qarsaklaringiz, olqishlaringiz.
Demak, Manzura sizda tanlov yo'q. Bor yo'g'i illatlar degan mavzu qoldi. Demak, o'sha insondagi yomon fazilatlarni ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Tayyorsiz-a? Yovuzlik. Urush janjal, yovuzlik. Urushqoq. Baxillik. Baxillik. Mensimaslik, yomonlik, dushmanlik, Jahldorlik. Yo'q. Ko'rolmaslik. Baxillik. Baxillik, ko'rolmaslik. Yovuzlik. mushlash. To'g'ri. Ya hammasi bitta narsa. Bitta narsa. Vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bu qo'pollik edi, qo'pollik. Manzura hammadan urib chiqishga majbur bo'ldi, lekin baribir tushuntira olmadi. Manzura Yo'ldoshevaga guldiroz qarsaklaringiz. Qadrli teletomoshabinlar, ko'ryapsiz, ikkinchi shartimiz juda ham kutilmagan juda ham og'ir kechdi. Ishtirokchilarimiz demak qo'ldan kelgancha harakat qilishdi. Demak tushuntirib berishga harakat qilishga. Demak to'plangan ballar qancha bo'ldi? Buni hozir bir necha daqiqalardan so'ng bilib olamiz. Hozircha ularni olqishlaymiz mana shunaqa harakatlari uchun, intilganlari uchun. Xo'sh, Nihol jamoasi ham, Chinor jamoasi ham ikkinchi shartda biroz qiynalishdi, buni ochig'ini tan olish kerak. Imkon qadar ko'proq ball to'plashga harakat qilishdi. Ballar yomon emas. Demak, e'lon qilaman. Xo'sh, Chinor guruhi 60 ball. Nihol jamoasi 50 ball to'plaganida, afsuski ular so'z ishlatishdi. Biz ulardan 10 ball olib tashlashga majbur bo'ldik. 40 ball. Guldiroz, qarsaklaringiz, olqishlaringiz Nihol jamoasiga. Qadrli ishtirokchilar, kayfiyatni tushirmay, Nihol jamoasi sizlarga murojaat qilaman. Mantiqiy savol-javob deb nomlanadi 3-shartimiz. Mana shu shartda eng yuqori ballni olish imkoniyati bor. Agar siz berilgan mantiqiy savolni javobini birinchi urinishda topsangiz, siz naq 30 ballni qo'lga kiritasiz va Chinor jamoasidan o'tib ketish imkoniyati bor. Agar birinchi imkoniyatni o'zida savolning javobi topilmasa, ikkinchi imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin. Men unda demak javobni nechta harfdan iboratligini aytaman, lekin 10 ball kamayadi. Siz bor yo'g'i 20 ballni qo'lga kiritishingiz mumkin. Agar ikkinchi imkoniyatdan ham foydalangandan so'ng o'zingizga ishonmasangiz, uchinchi imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin. Men unda javobni birinchi harfini aytaman, lekin siz bor yo'g'i 10 ballni qo'lga kiritasiz. Kayfiyatni tushirmang. Men sizlarga omad tilayman. O'ylamayki, hozirgi mantiqiy savol-javobda birinchi urinishdayoq to'g'ri javobni topib, Chinor jamoasini dog'da qoldirarmiz balki. Diqqat! 3-shartni boshlaymiz. Nihol jamoasiga murojaat qilaman. Savolni o'qib beraman. Diqqat qiling. Dastlab 4 oyoqda, keyin 2 oyoqda, so'ngra 3 oyoqda yuradi. Gap nima haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Odam xasta deb so'rayapti. 4 oyoq chaqaloq, 2 oyoq odam, 3 oyoq qarigan chaq. Ha, bu odam ekan. Odam. To'rt oyoq. Keyin 2 oyoq. Xasta deb so'rayapti. Birinchi va savol bersam, birinchi 4 oyoqda, keyin 3 oyoqda, keyin birinchi 4 oyoqda, keyin 2 oyoqda, keyin 3 oyoqda. To'g'rimi? Ha? Ha, javobini aytsam bo'ladimi? Tayyor bo'lsanglar, marhamat. Tayyormisiz? Marhamat, eshitaman. Bu inson. Javob to'g'ri. Demak, keyingi jamoaga murojaat qilaman. Chinor bugun yomon emas. Chinor o'z nomiga loyiq qadam tashlayapti. Ko'ramiz 3-demak savolimiz, ya'ni mantiqiy savol-javobimiz sizlarga qanchalik omadli bo'ladi? Chinor jamoasi qanchalik bardosh beradi bu narsaga? Tayyormisiz? Tayyor. Boshladik. Napoleon va Edison uni asosiy maqsad emas, yangi kunga tayyorgarlik deb hisoblaganlar. Shu bois bu ularda kamroq, ammo Einsteindek olimda ancha ko'proq. Nima haqida gap ketmoqda? Vaqt ketdi. Fizika. Tayyorlash nima bilan tayyorlanadi? Dam olish, yangi kunga tayyorlanish. Uyqu. Bo'ladi, kamroq bo'ladi, ko'proq nima bo'lishi mumkin? Einsteinda ko'proq.
sharoit yozdi. Napoleon o'ldirsin. Chunki Napoleon bilan jangchi U fransuz nimasi? anaqachi olim. Har qanaqa olmaymiz ham, birini ikkinchisini olsak bo'ladimi? Yordam. Olsangiz mumkin. Yordam. Demak, ikkinchi imkoniyatdan foydalanishga qaror qilishdi Chinor jamoasi. Nechta harfdan iboratligini bilmoqchisizlar? 4 ta harfdan iborat. Davr. Yo'q, davr. Chunki keyingi kunga nima beradi? Mana variant uyqu varianti bor. Yana bitta lekin to'rtta so'zni olsak necha ochko bo'ladi? 10 ball. Bo'ladi. Yana 10 ball bo'ladi. Chinor jamoasi demak, hamma imkoniyatdan foydalanib adashishdan qo'rqishyapti xullas. O'zlarini muhofaza qilishyapti har ehtimolga qarshi. Demak, bosh harfini ham bilmoqchisizlar. Bosh harfini aytaman. Bosh harfi u. Uyqu. Siz javobingiz uyqu bo'ldi. Aniq. Diqqat, savolni o'qiyman. Napoleon va Edison uni asosiy maqsad emas, yangi kunga tayyorgarlik deb hisoblaganlar. Shu bois bu ularda kamroq, ammo Eynshteindek olimda ancha ko'proq. Javob uyqu. Barakallah. Chinor jamoasi haqiqatan ham bugun chinorligini isbotladi, gap bo'lishi mumkin emas. Qadrli yoshlar telekanali tomoshabinlari, ochig'ini aytishim kerak, bu galgi o'yin juda ham og'ir kechdi. Nafaqat ishtirokchilar uchun, balki shaxsan o'zim uchun ham ballar to'plangan ochkolar sizlarni hayratlantirishi ajab emas. Xo'sh, jamoalar, umumiy ballarni eshitishga tayyormisiz? Men birinchi bo'lib Nihol jamoasini to'plagan ballarni e'lon qilmoqchiman. 78 ball. Ularga qarama-qarshi tomonda Chinor guruhi jamoasi a'zolari Chinorday bo'lib o'tirishibdi. Ularning jamoalari 79 ball.